Assalomu alaykum qadrli obunachilar, ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari. Navbatdagi darvozamizni Farg'ona viloyati Bog'dod tumani Chigit qishlog'iga sanoat zonaga o'rnatdik. Sanoat zonaga Xudo xolasa darvozamizni qisqacha tushuntirib o'tsak, eni 4 metr, bo'yi 3,5 ga tayyorlandi. Shtambovka chiroyli fasondagi darvozamiz. Tepalarini egalarning talablariga binoan sharmankali qilib lazerli qilib berdik. Taglariga shivlerlar qo'yib, yonlariga 8 ga 8 zo'r yaxshi zamoylardan qo'yib berildi. Mana orqa ko'rinishlari. Kimga darvoza kerak bo'lsa, ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.